Yurtboshimizning joriy yil 26-27 fevral kunlari Surxondaryo viloyatiga tashrifi chog'ida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Respublika tovar xomashyo birjasi tashabbusi va viloyat hokimligi hamkorligida Oltinsoy va Qiziriq tumanlarida meva, sabzavot va uzum mahsulotlarini qayta ishlash orqali qo'shimcha qiymat yaratishga yo'naltirilgan biznes seminar bo'lib o'tdi. Oltinsoy va Qiziriq tumanlaridan tayyorlangan navbatdagi lavhada shu haqida so'z yuritiladi. Ma'lumot o'rnida aytsak, respublikadagi 70 ta og'ir tumanlar va yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman va shaharlar bilan yangicha yondashuv asosida ishlarni tashkil etish bo'yicha Surxondaryo vohasining Oltinsoy va Qiziriq tumanlariga Respublika tovar xom ashyo birjasi biriktirilgan. Shu asosda mazkur biznes seminar meva sabzavot yetishtirish va qayta ishlashni tashkil etishda har bir viloyatdan 4 nafardan yetakchi tadbirkorlar va fermer xo'jaliklari rahbarlari jalb etildi. Amaliy seminar ishtirokchilari Oltinsoy tumanida meva sabzavot yetishtiruvchilar bilan tajriba almashish hamda mahsulotlarni qayta ishlash orqali qo'shimcha qiymat yaratish bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'yishdi. Oltinsoy tumanida bugungi kunda 6000 gektar yer maydonida meva sabzavot mahsulotlari yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Uzumchilik yo'nalishi bo'yicha 5000 gektardan ortiqroq yer maydonida uzum mahsulotlari yetishtiriladi. 1000 gektardan oshiqroq yer maydonida meva sabzavot mahsulotlari yetishtiriladi. 2025-yilda 60 ming tonna meva sabzavot mahsulotlari yetishtirdik. Shundan 35 ming tonnasi uzum mahsulotlari va qolgani meva sabzavot mahsulotlari. Bugungi kunda 11 ming tonnasini tumanda qayta ishlashni yo'lga qo'yganmiz. Ushbu biznes seminarda o'z tajribasiga ega bo'lgan korxona va tumandagi fermer xo'jaliklari bilan hamkorlikda meva sabzavot mahsulotlariga qo'shimcha qiymat yaratish maqsadida yangi mahsulotlar turlarini ishlab chiqish kelishuvlar amalga oshirildi. Respublikadagi lider tadbirkorlarning Oltinsoy tumaniga tashrifidan maqsad tumandagi meva sabzavot yetishtiruvchilar bilan tajriba almashish hamda mahsulotlarni qayta ishlash orqali qo'shimcha qiymat yaratish, eksportni rivojlantirishda hamkorlikni yo'lga qo'yishdir. Shuningdek, tadbir qatnashchilari Qiziriq tumanida bu borada olib borilayotgan ishlar ko'lami bilan yaqindan tanishishdi. Ayniqsa, tadbirkor va fermer xo'jaliklari rahbarlarida Qiziriq tumanidagi Bandixon ilmiy tajriba stansiyasi filialining salkam 500 gektar tajriba maydonida yetishtirilayotgan kivi, olma va zaytun bog'lari katta qiziqish uyg'otdi. Qiziriq tumani ham respublikada og'ir toifadagi tumanlardan biri bo'lib, tadbirkorlar bilan hozirgi kunda tumanimizda yetishtirilayotgan mahsulotlar, tumanimizdagi mavjud imkoniyatlar, amalga oshirilishi mumkin bo'lgan kelgusidagi ishlarni birgalikda ko'rib chiqyapmiz. Maqsadimiz ana shu tumanda yetishtirilayotgan mahsulotlarni nafaqat birlamchi, balkim ikkilamchi qayta ishlash, ya'ni quritish, qadoqlash ishlarini tashkil etish, qayta ishlash hisobiga qo'shimcha qiymat zanjiri yaratiladi. Natijada ham davlatga, ham xalqqa, ham dehqonga, albatta tadbirkorlarga hammaga daromad keladi. 2 kun davom etgan seminarda turli viloyatlardan kelgan faol tadbirkorlar ushbu tumanlardagi o'nlab korxona va xo'jaliklarda bo'lib, ikki tomonga manfaatli o'zaro hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga kelishib olishdi. Korxonalarga borib o'rgandik. Biz ham o'z maslahatimizni berdik. Faoliyatimiz kavulchilik. Bu yerda ham o'sha kavulni yetishtirsa bo'ladi, aholini o'rgatib, tushuntirib, aholini ish bilan ta'minlasa ham bo'ladi. Kelajakda shu Oltinsoy, Qiziriq tumanlarida korxonalar qurish niyatimiz bor. Tumanlarda o'tkazilayotgan biznes seminar davomida Respublika tovar xom ashyo birjasi vakillari tomonidan birjada tashkil etilgan Uzex Agro hamda Yarmarka Uzex savdo platformalari orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini daladan xaridorga auksion tartibida sotish va mahsulotlarni Afg'onistonga eksport qilish imkoniyatlari haqida tanishtirildi. Mazkur platformada jismoniy va yuridik shaxslar o'zlarining tomorqalarida va yer maydonlarida yetishtirilgan mahsulotlarni to'g'ridan to'g'ri ulgurji savdo qiluvchi va mahsulot qayta ishlovchi tadbirkorlik subyektlariga sotish imkoniyatlari va afzalliklari to'liq tushuntirib berildi. Ushbu tadbirni tashkil etilishidan asosiy maqsadlardan biri tomorqa yer egalari va fermer xo'jaliklari tomonidan o'zlarining yetishtirilgan mahsulotlarini qayta ishlovchi tadbirkorlik subyektlarida vositachilarsiz platforma orqali onlayn ravishda sotishni tashkil etish. E'tirof etish kerakki, bunday biznes tadbirlar natijasida mazkur tumanlarda mamlakatimizdagi ishbilarmon doiralarning teng sheriklikka asoslangan aloqalari yanada rivojlanib borishiga zamin yaratadi. Muhimi, bu hududlarda meva sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash orqali qo'shimcha qiymat yaratiladi. Bu esa aholining ish bilan ta'minlanishi, daromadlarini yanada oshishiga va hududlarning iqtisodiy salohiyatini o'sishiga sabab bo'ladi.